Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi obzorimizda Navoiylik obunachimiz Jak moshtanini olib kelgan ekanlar. Bu moshtanimiz salondan chiqib to'g'ri bizga kelganlar. Saloncha ko'rishingiz mumkin. Bu moshtanimizni zavodskoy bortlarini yechib, refrigerator, xolodilnik uстановкаларni qilib berdik. 2 qaychilik bo'ladi bu. Xolodilnik ichini ko'rishingiz mumkin. Uстановкалар bilan Xudo xolasa chiroyli qilib akamiz ishlarini bitirib berdik. Yana kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Uстановкалар bilan qilib, o'zimizda refrigeratorlarimiz bor. Uстановкалар bilan qilib chiroyli ishini bitkazib beramiz.